va birinchi kursda yashaganmiz sanaqa esdalikka maylimi esimizda qolgan shunaqa deb. Talabalar shaharchasi bu ahillik, birga o'tgan ajoyib lahzalar. Talabalar shaharchasi bu aqlli jamoat. Talabalar shaharchasi bu ikkinchi muqaddas ona uyimiz, buyuk bilimlar yurti. Talabalar shaharchasi bu yangi do'stlar, oila, yangi g'oyalar va kelajak. Talabalar shaharchasi bu endi tug'ilgan kun qilaman deb yozilib o'tirganingda tozalikni talab qiladigan xavotirlar. Talabalar shaharchasi bu endigina uyquga yotganingda qavat rahbaring kelib majlisga chaqirishi. Talabalar shaharchasi bu endi dars qilaman deganda tadbirga olib chiqib ketadi. Общежитие – это дружба, которая стоит из близких. Talabalar shaharchasi bu ikkinchi uy, do'stlar davrasi hamda ilm maskani. Talabalar shaharchasi bu yangi do'stlar olami. Talaba o'rganish mumkin bo'lgan bilimlar maskani. Yaxshi yashash maskani. Imkoniyat qasri. Talabalar shaharchasi bu yangi dugonalarni orttirish. Talabalarning birlashuvi va har xil ko'ngilochar tadbirlar. Yangi hayot, yangi oila, qulaylik. Oila, do'stlik, baxt. Talabalar shaharchasi butun bir oila. Talabalar shaharchasi bu bizning 4 yillik uyimiz, ota-onamiz ishonib topshirgan muhit. Do'stlik uyi, yangi makon. Bu ikkinchi uyimiz. Talabalar shaharchasi kichik oila va imkoniyatlar. Talabalar shaharchasi yerdagi jannat.